Shu pulga muhtojligim ko'rib ish taklif qildi va bu kasb shpion kasbi ekan. Va men ularda bolalari bilan tanishdim. Bo'ldi, tura deganim shu zerikib ketdi odam, qondan ochib ketdi, bekardan bezovla yotibman. O'zim men ham jinniman ishdan chiqib ketib, vashi sunduqimda ham ovqat qolmadi. Odam siqilib ketdi, men bekor ishdan chiqib ketibman. Mana shu indamay ishlasam nima bo'ladi? Hali ham ovqatlar bilan yurgan bo'lardim. Aylanib kelchi balkim nimadir bo'lib qolar. Или ish topilar, или nimadir bo'lar. Короче, zerikib ketdim, uyda o'tirib dima qilib ketdi. Va mana sekin chiqamiz. Xo'sh, mana taraflarda aylansa ham zo'r bo'lar ekan. O'z men bu yerda endi kelgan bo'lsam ham, xo'sh, mononi yesam, yeyman desam meni davlat qamoqqa tiqib qo'yadi. Shuning uchun afsona yemay qo'yamiz. Shuning uchun indamay ishimizni qilamiz. Xo'sh, mana meni uyim. Ayni ekan, bu aynalarni ham to'g'rilab qo'yish kerak. Unda hamma yo'g'im ko'rinib turibdi. Parda olsam yaxshiroq bo'ladi. Men hozir parda ham yo'shtansam yo. Xo'sh, mayli ko'ramiz va aylansa. Xo'sh, qaranglar, hech kim yo'qmi? To'xtinglar, uni kimdir turibdimi? Qani turibdi-ku. Qanaqadir odamlarmi? Охранам kim bular? Sekin o'tib ko'raylik-chi, hali ko'rmaganda, qani. Ko'rmaganda o'tib ko'ramiz va qani sekin o'tamiz. Sen bola to'xtama aka. To'xtadim. Sizlar menga aytdinglarmi hozir? Ha, senga aytdim aka. Xo'sh, nima gapinglar bor edi? Sen bola menga hozirla yoqdi. Men hozir seni tekshirib sen atelatimizga toshda ishda kira olmaysan. Qanaqa ishlaysanmi? To'xtinglar, men sizlar ishlayman demandim hali. Yo, sen avval bizni sen hozir o'tib ketib adashmasam mana dedi. Men hozir bilan sekin poylab o'taychi, nima qilishyapti ekan dedi. To'g'rimi? To'g'ri. Unda qani, men bu yerda boshlig'iman. Bu yerda ishlayman. Ko'rganinglarni ikkita turibdi. Bular meni qo'riqlash uchun kelgan. Agar bizga ishda kelsa, normal deb pullar to'laymiz va sen bizni ishimizni maza qilib ishlab, normal daromad qilib yurasan. Daromad deganingni tushundimmi, lekin qancha imzoda to'lasang, pul to'lasam. Yo, sen qarasang, bu qanaqa ishlarni bunda qancha zo'r ishlasang, vahshiy zo'r. Agar undan ham zo'r ishlasang, 2 barobar, 3 barobar bo'lib oliy to'laymiz. Qoch. Haqiqatdan ham bular shuni охрана ekan. Ha, ko'rganingda bular meni oldimda ishga kirgizmadi. Ukalarim ham oldimda keldirmadi. Охрана, lekin молодец, vahshiy zo'r ekan. Xo'sh, albatta bu ishlar endi qanaqa, bu zavod meli qanaqa ish? Buni senga aytaman, bu bizning ishimiz shpionlik. Bu yerda ishlar olasi zo'r bo'ladi va biz senga normal pul beramiz. Sen boshqalarni shpionlik qilasan. Unda bo'ldi, gapingizlarda ishlayman va hozir sizlarda ishxonalar qachon, qayerda o'zi uylar? Hozir ko'rganingizdan mana shu orqamizda uy bizni bazamiz hozir bir ikkitalar o'tiribdi. Unda men ketdim bo'pti. Xo'sh, qani borib ko'ramiz. Охраналар turibdi-ku, охраналарда hop bir balo deb kirib ketamiz. Qaranglar, o'zi hammalar boshqacha bu yerda taqtali. Xo'sh. Sen bola to'xta. Radnoylar, men sizlardanman. Meni hozir ishda olishdi. Sen kimsan? Men bu yerda ishlaganman. Hozir ishda kirdim, meni bosh jo'natib kirgizasizlar ekan. Xo'sh, men kirib ketdim va qani boramiz. Xo'sh, meni bosh jo'natdi. Men kirib ketaman ekan, bosh o'zi aytdi. Kirmasam sizlar ishdan borar ekan. Xo'sh, shuna deb kirib ketamiz. Endi kirib va tanishamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sen bola kimsan? Bu bola qadam paydo bo'ldi. Bu bola qadam paydo bo'ldi. Radnoylar, men sizlardanman. Meni bosh jo'natdi. Men sizlar bilan tanishib chiqishim kerak ekan. Bu soatda o'zi. Men sizlar bilan yaqin jigarlar bo'lishim kerak ekan. Endi biz bitta ishda ishlaymiz ekan va meni ishlaganim kelmay qoldi. Bu yerda qaranglar, qanchalik qo'rqinchli va boshqa nima qilardi endi ishlaymizda. Xo'sh, mana biz hozir endi ayni yildan ham ko'xlab turibdi. Tanishamiz. Seni isming nima?
Meni ismim nima desam Aziz. Sabul, seni isming Aziz ekan, nu mayli, meni ismim Brest. Xo'sh, va sen bilan tanishamiz. Seni isming nima? Meniki Killer. Killer, xo'sh, seniki-chi? meniki Maga. Maga, xo'sh, bitta seniki nima ekan? Xo'sh, va mendan so'rab kelamiz. Seni isming nima? Meni ismim bilmadim. Ismingni bilmasam. Ha, bo'pti, mayli, isming ishdan bo'lmaydi. Hammada bo'lib turadi. Xo'sh, endi men sizlar bilan bitta ishda ishlayman ekan. Men shpionlik ishida ishlayman. Shpionda kim ishlaydi? Mana men ishlayman. Maga bilan ismimni bilmayman. Ha, sizlar ikkovlar shpionlikda ishlaysizlarmi? Ammo kim oldida turgan? Bu bizni halini qilamiz. Qarab turadi bizni bossimizga hech kim hech narsa qilmasin deb. Mendir bo'lsa o'zimiz bilatlarni aytadi, o'zida kelib sekin gaplashib qo'yadi. Xo'sh, va shpionlikda sizlar ikkovlar ishlaysizlarmi? Ha, biz ishlaymiz. Bularchi, bular patrulda ishlaydi. Patrul nimali? Xo'sh, endi biz nima qilamiz? Tushuntinglar, meni Jakob bosh tushuntirmadi. Xo'sh, bosh aytgandek senga aytdi. Boshqalarning komandasini borib, asha xalqqa o'zining ma'lumotlarini bilishimiz kerak. Endi biz bugundan boshlab shpionmiz. Bizni shepimizda dushmanlar bor. Dushmanlarni ma'lumotlarni olib yig'ib, boshqa borib bersa, u bizga pul to'laydi. Xo'sh, bo'pti, men chiqdim. Rahmat. Hammasini tushundim. Xo'sh, va men sekin chiqib ko'raman. Xo'sh, men hozir albatta sekin ketaman. Xo'sh, boss, men sizga ishda keldim. Hamma bolalar bilan tanishib oldim, ismini bilib oldim. Xo'sh, unda men ketdim, menga ruxsat. Men ertadan ishda chiqaramanmi? Ha, ertadan ishga chiqaram. Bo'pti. Bo'pti. Xo'sh, mayli, men mana xudoga shukr endi ishda kirib oldim. Shep albatta ish taklif qilgandan keyin biz banditlar bilan ko'rishdik va bu banditlar bizni o'ldirmoqchi ekan. Shep bunga qaramay biz ham ataka qilishni boshlaymiz dedi. Tez borishim kerak, unda hozir meni uradi. Soat 9da kelgan, lekin men hozir 9dan o'tdi, men o'sha bormasam bo'lmaydi. Unda meni ishdan chiqarib olmasin. Xo'sh, salom, men kirib ketdim. Meni Shep kutyapti. Xo'sh, va kirib eshikni yopamiz. Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Deb kirsam nima? Seni kutib ketdim, cho'zada bo'lib ketdi. Asha chiqdi, bo'ldi, hammanglar to'plandinglar, endi mavzuni ochsa ham bo'ladi. Mavzu hozir hammamiz to'pladik, mana shu bizning sostavimizmi? Ha, bu bizning sostavimiz. Qanaqa bu planimiz endi qanaqa bo'ladi? Bizning planimiz endi boshqa millionerlar komandasi bor. U millionerlar bandasi anchadan beri bizdan narsalar o'g'irlaydi. Asha uchun ularni millioner degan nazvani bergan, ism qo'yishgan. Ularning ismi, ularning ba'zisi sal uzoqroq turadi. Ashlarni hamma narsalarni bilib kelinglar. Hamma ma'lumotlarni olib menga aytsanglar va men sizlarga oylikni to'layman. O'zinglar aytganlarni ishinglarni qilinglar. Borib turib hamma ma'lumotlarni olib ishqilib bildirib qo'ymasanglar bo'ldi. Globni men sizlarga ishonaman. Atmachi Brest, men senga aytganimda men senga ishonaman. Sen kecha ishda kendida senga ishonaman, o'zingni ko'rsat. Bo'ldi. Xo'p, men siz uchun sizni podvidit qilmayman. Xo'sh, bu axlarni sizni qo'riqlagan axlarni solom. Короче, men o'zim ketamanmi yoki kimdir bilanmi? Qara, Brest, sen o'zing borib tur. Borganingdan keyin men senga ishonaman. Orqamda ikkitasi borib, ular daftardan yozib beradi. Hamma yo'lda sen ularni aytmaysan va bo'ldi. Bo'ldimi? Bu oshna ish ekan. Unda xo'sh, bo'pti, mayli, men ham sizlarga ishondim. Xo'sh, bo'pti, unda men o'zi chiqsam bo'ladi. Koordinatlarni o'zinglar ertalab aytganinglarda tushunib olim, adashmasam qo'na tarafda bitta domdan o'tgandan keyin naygi domda qanaqadir taxti turar ekan, kimdir turar ekan u.
Ha, endi boshi bitta nobodgarlikdagi ularni bitta bor. Korоче, o'zing ko'rib tushib olasan, salg'oqda betli odamlar bor. Ashlarni ko'rsa sen bilasan. Ha, bo'ldi xo'p. Unda men ham ketdim. Menga ruxsat, men ham unda chiqishim kerak. Xo'sh, va men chiqib endi sekin borib ko'ramiz. Xo'sh, bo'pti, mayli, tez kelinglar sizlar ham, men ham ketdim. Xo'sh, adashmasam, menga shep aytganidek mashtummi, qasdimmi adashmasam, mashimili xunonmi. Xo'sh, bo'pti, mayli, bilmayman, men oddiy borib ko'raman, o'zi g'alati odamlar chiqadi-yu, o'zing sezib olasan dedi. Xo'sh, qani bu yerda hech kim yo'q ekan, mayli endi nima deyardi, bu tashlardachi. Qani bu yerda boraylikchi, balkim mashadan kuna, balkim monotondir. Balkim monoton to'xtaylarchi, Что-то mana подозрительный turibdimi? Прям qaranglar. Mononi qaranglar sizlar. Mono ayni bo'lish kerak. Bu yerda ayni yopib qo'yishibdi. Demak, to'xtanglar. Mana keyin qarab ko'ramiz. Qani va qani adashmayapmanmi? To'xtanglar. Xo'sh, qani sekin qaraymiz. Va ayo, bu boshqa ekan. Xo'sh, demak, u mana madadir. Yomg'ir ham yog'yapti, shunaqa zo'r payt. Xo'sh, qani sekin qaraymiz. Va mana do'stlar. Mana mada ekan. Qaranglar sizlar. Mana gaplashib turishibdi mana. Sen menlarga qara. Men senlarga aytdimmi? Senlar ularni planlarini bilib olganingdan keyin avtomatlarni olib hammasini otib tashlaymiz. Keyin biz ularni bittasidan qutulamiz. Bitta bo'lsa ham bandadan qutulamiz. Bu nima dedi? Bizni ertaga otib olmoqchi. To'xtanglar, qulog'imda eshitilmayapti. Qani yana eshitaylikchi. Hamsenlar qarasiz, bizda shpion jo'natishdi. Yo'lingga qarab kun. Anida qaranglar, kimni turibdi? To'xtanglar. Meni bilib qoldi. Qochdi. Sal bitim ko'rishdi, uspet qilmadimi? Lekin bo'ladi. Xo'sh, men nimada o'tiraman? Uni meni bilib qoladi. Ular hammaqa bizni ertaga o'ldirib olmoqchi. O'zi men bu ishni kiraman. Bo'pti, mayli, afsuslanmash kerak. Xo'sh, mayli, bitta harakat qani hali chiqmagandir, qani. Xo'sh, lekin u bizni ko'rmadi deb o'ylayman. Xo'sh, sekin boramiz va eshitib o'tiramiz mana. Sen menga nima deyapsan? Aniq hech kim yo'q ekan. Qarang. Yo'q. Bo'ldi. Endi sekin eshitamiz. Xo'sh. Men oldimayapman, uni kimdir turur ekan. Sen menga qara, nima deyapsan? Men senga aytyapman, sen sotqinmisan. Balkim sen bizdan emassandir, ulardansan. Seni ham o'to'ramiz shunaqa qilgan bo'lsang. Biz bilasanmikimiz? Biz bilasan, millionerlar komandasimiz. Agar bizni predat qilsang, bilasan, mana bandada jitillar nimalar qiladi. Xo'sh, mayli, sekin o'tib ketamiz. Sekin o'tib ko'ramiz. Xo'sh, va qani sekin qaraymiz. Kim bor ekan? Jitil turibdimi? Jitilmi mana kim? Qani bitta qaraylikchi. Hoy, menga qarab qishloqqa. Voy, astag'firulloh. Yo'qol. Bizni bilib bo'ldi, ketdi. Hammanglar atakka qilinglar. Qoch, bizni bilib bo'ldi. Bekinish kerak. Men ketdim, tezda bandamga aytganim. Bandam ham kelmadi. Qochish kerak, yomon qo'rqinchlik. Men o'tib qishloqqa desam, ularni beti voshi qo'rqinchlik ekan. Tezsiz borib bekim olish kerak. Xo'sh, men tezsiz bormasam bo'lmaydi. Va men o'zim bandamga aytib qo'yishim kerak. Aytmasam unda ertaga yomon qiladi bizni. Xo'sh, bo'pti, men tezsiz yugunamiz. Ket. Qochinglar, men kirib olay tezsiz. Men shepni gapimmi? Shep, hali ham chiqmadinglar. Men siz aytganingizdek borib keldim.
uyda vashshe qo'rqinchli. Siz ishonib jinimib bo'lasiz ular eshitib. Xo'sh, menga aytchi, nimalar bo'ldi? Qani, men hozir uyda borsam, qarasam bizni o'ldirmoqchi ekan. Ertaga bizni o'ldirib, pistoletlarni olib kelib bizni otib tashlayotgan, keyin bizdan qutular ekanmiz, shunaqa dedi va meni bilib oldi. Bitta qarasa, короче, bilib olib meni quvlashdi. Ha, u demak bilib bo'ldimi? Unda bolalar bilan ertadan biz ham tayyorlanishimiz kerak. Orужияларni olinglar.